Nadomatki yer yana qon yig'ladi. Menab maktabi jim turib qoldi. Daftarlar ochib, qalamlar yerda. Bolalarning kulgisi sonib qoldi. Ular seni oldirdi, bor endi hammasini Allohingga ayt endi. Biz faqat o'qirdik, orzu qilardik deb osmon oldida ayt endi. Notinch dunyo yana ko'z yosh to'kdi. Bir maktabda yuzlab orzu so'ndi. Kichkina qizlar daftar quchib yotar, ammo ovozi osmonga ko'chdi. Borib aytgin ey pokizajon, kim osmondan Alloh yog'dirganini ayt. Kim bolalar ko'g'izi o'g'irlaganini, kim begunoh yurakni sindirganini ayt. Aytgin barcha zulm qilgan ishni, yerda yashirin qolgan har bir dardni. Bir kun kelib haqiqat turadi, begunoh ko'z yoshlar javob so'raydi. Minab maktabi jim turibdi bugun, lekin dardi osmonni larzaga soladi. Bir bolaning yarim qolgan orzusi butun dunyoni yig'latib turadi. Ular seni oldirdi, bor endi hammasini Allohingga ayt endi. Bizning dardini, bizning ko'z yoshni Parvardigorga ayt endi. Agar jannat bag'rida uyg'onsan, yerda qolganlari ham esla. Biz ham bir kun yetib borganda hammasini yana aytib ber. Minabdan osmonga bir ovoz ketdi. Ey Rabbim, biz faqat bola edik. Yer jim bo'lsa ham osmon eshitdi va haqiqat bir kun